الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم وفقني لبيان ما يحتاجون الحاضرون إليه أما بعد. Alloh taborak va taologa hamdu sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salot va salomlar aytamiz. Alloh subhanahu va taolo har birlaringizni qadamlariga hasanat, ajrlar nasib qilsin. Amin. Hurmatli birodarlar, bugun inshaalloh o'zimizga bir savol berib boshlaymiz darsimizga. Har kim o'ziga bir savol bersin. Savolimiz ham shunaqa: man kimman? Har kim o'ziga shu savolni bersin. Man kimman? Va yoki man o'zimni qanchalik taniyman? Bugungi suhbatimizning mavzusi shu bo'ladi. Chunki bu mavzu haqida hadisga o'xshagan ba'zi so'zlar bor. Bu ham man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. O'zini tanigan, nafsini tanigan, Rabbini taniydi. Endi biz o'zimizni qanchalik taniymizki, Rabbimizni taniylik. Shunga o'zimizga savol berishimiz kerak birinchidan. Islom dini kelmasdan oldin eski Yunon davrida, u zamonlarda insonlar koinotni, ya'ni sonsiz bo'lganligini, oxiri bo'lmaganligini, koinotni abadiy bo'lganligini o'ylab tushunar edilar. Shunaqa edi, fikrlar bor edi eski Yunon. Lekin islom dini, islom tushunchasi kelgandan keyin u nima qildi? Islom dini bizga shuni o'rgatdi. Aytdiki, ya'ni insonlarga shuni o'rgatdi. Aytdiki, koinotni bir haddi hududi bordir. Koinot o'limlikdir. Bu koinot ham o'ladi, ya'ni yo'q bo'ladi. Lekin insonning ruhi esa abadiydir. Eski Yunonlar nima deydi? Koinot abadiydir, inson esa o'ladi, shuni bilan yo'qoladi. Shu tushuncha bor edi. Islom dini keldi, teskarisini aytdi. Bu koinot maxluqdir, moddadir, bu yo'q bo'ladi, abadiy emasdir. Lekin inson esa, insonning jismi yo'q bo'ladi, faqat ruhi esa abadiy bo'ladi. Bu narsani islom dini kelib o'rgatdi. Shuning uchun aksariyat ulamolar aytadilarki, inson abadiy, insonning ruhi abadiy bo'lsa, unda inson abadiy narsalarga talib bo'lishi kerak. Inson o'zi abadiy, ya'ni ruhi abadiy bo'ladigan bo'lsa, ruhi jannatga borgandan keyin va jahannamga tushgandan keyin xolidina fiha abada, u yerda abadiy qolinadi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, unda abadiylarga abadiy bo'lgan narsalarni so'rash kerak. Abadiy bo'lgan narsani orqasidan yugurish kerak. Nainki yo'q bo'lib ketadigan narsalarning orqasidan. Inson g'aflatdadir. Va shu g'aflatda bo'lganligi uchun, o'zini tanimaganligi uchun, ruhini nimaligini bilmaganligi uchun, ya'ni man kimman savolini o'ziga bermaganligi uchun bo'lmaydigan narsalarning orqasidan yuguradi. Ya'ni yo'q bo'lib ketadigan narsalarning orqasidan yuguradi inson. Halbuki ulamolar aytadilarki, abadiy bo'lganning orqasidan yuguring. Jannat abadiydir. Jannat orqasidan yurish kerak. Alloh subhanahu va taoloni o'zi, uni rizoligi, uni roziligi abadiyatdir. Uni orqasidan yugurish kerak. Nainki moddiy narsalar va
yo'q bo'lib ketadigan narsalar. Eski faylasuflarga endi ozgina falsafa tomonidan qaramoqchi bo'lsak, eski faylasuflarga qaraganimizda, u faylasuflarni ba'zilari koinotni kashf etish uchun, koinotni qanday yaratilgan, buni moddasi nimasidir, suvdanmi yaratildi, olovdanmi yaratildi, yoinki to'proqdanmi, nimadan bo'ldi bu narsalar deb buni orqasidan yugurgan eski faylasuflar. Ba'zilari shunday qilgan. Lekin ba'zilari esa, ularda masalan Sokrat degan odam ilk dafa bu narsalarni orqasidan emas, nimani orqasidan ketgan? Shu savolni orqasidan ketgan. Man kimman? Koinotni kashf qilish emas, nimani kashf qilishga harakat qilgan? O'zini. Inson, man kimman? Nimaga borman? Nimaga keldim? Va qaydan keldim? Qanday keldim? Shu savolni bergan. Keyin bu savolni orqasidan bir ko'p faylasuflar ketgan albatta. Bir ko'p faylasuflar bu narsani ustida tahqiqot qilgan. Mana shu narsani o'zi islom faylasuflarini ichiga shu so'z bilan kirgan. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Nafsini tanigan Rabbini taniydi. O'zini tanigan Rabbini taniydi. Shu 1900-yillarda yashagan bir mutasavvif zot inson ruhini koinotning xulosasi deb aytadi. Koinotning xulosasidir deydi insonning ruhi. Sen koinotni qo'lga olish xohlayotgan bo'lsang va koinotni haqiqatini bilishni xohlayotgan bo'lsang, birinchidan o'z nafsingni haqiqatini bilishing kerak. Nafsiga hokim bo'lgan koinotga hokim bo'ladi degan so'zi bor. Nafsiga hokim bo'lgan koinotga hokim bo'ladi degan so'zi bor. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonni bir olam olarak yaratgan. Bu sababdan Alloh subhanahu va taolo oyat-i karimasida bizga shu savolni beradi. Estaizu billah va fi anfusikum afala tubsirun. Va fi anfusikum afala tubsirun. Sizlarni ichlaringizda men ibratlar yaratganman. Ko'rmaysizlarmi deydi Alloh subhanahu va taolo. Demakki, biz ruhan va badanan Alloh subhanahu va taolo bizni ichimizda ibratlar yaratgan ekan. Ya'ni uni borligini dalillarini o'z ichida biz insonlarni ichida Alloh subhanahu va taolo yaratgan. Uni qudratini, oynasini bizni badanimizda birinchidan qo'ygan. Misol, hech tafakkur qilib ko'rdikmi shu narsaga? Masalan, bizni yuragimiz bor. Yurak bizni irodamizdami? Yo'q emas. Bir insonning yuragi 24 soatni ichida 100 ming marta urishini bilarmidingiz? 100 ming marta yurak urar ekan 24 soatni ichida. Va bu siz uxlasangiz ham, turgan bo'lsangiz ham, qanaqa holat bo'lsa farqi yo'q, yurak doim urib to'xtaydi. Va bu kimi 100 yoshiga kiradi, kimi 80, kimi 100 dan ham o'tadi. Shuncha insonga Alloh subhanahu va taolo u yurakni beradi. U yurak to'xtamasdan shu 100 yil urib turadi. Va har bir sekund ichida necha millionta o'sha qonni pomp qilib turadi qalb, insonning yuragi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloni insonni ichida yaratgan ba'zi narsalardan. Hatto masalan ko'zimizni tasavvur qilaylik. Ko'z
Ya'ni bu ko'zni necha million megapiksel bo'lganligini bilarmidik? Bilishimiz kerak. Inson o'z vujudida o'zida tafakkur qilishi kerak, o'zini tanishi kerak. Qanchalik o'zimizni biz ahamiyat bermaymiz ko'zimizga va yo tishimizga ahamiyat bermaymiz, a? Va yo quloqqa ahamiyat shunaqa Alloh subhanahu va taolo shunaqa mukammal qilib yaratganki, biz bularni ustida tafakkur qilishimiz kerak. Bularni tanishimiz kerak. Buni taniganimizda kimni taniymiz? Robbimizni taniymiz. Chunki yaratgan mukammal yaratgan. San'atni ko'rmasdan san'atkorni taniy olmaysiz. Oldindan birinchidan san'atni ko'rib tanishimiz kerak. Behtarin va eng yaxshi, eng katta san'at yer yuzida balki inson o'zi, insonning jismi, insonning aqlidir. Insonda aql bor. Alloh subhanahu va taolo yaratgan. Qarang, o'ylay olasiz. Men borman deysiz. Borligingizni ayta olasiz. Demakki siz borsiz. Bunga tafakkur qilishingiz kerak. Ba'zi mana bu bilimdonlar, kunimizni bilimdonlari biologik ma'noda inson faqat biologikdir deydi, o'ldi, ketdi, yo'q bo'ldi deydi, ruh nimadir falon deydi-ku. Yolg'on aytadi. Ya'ni u nima uchun uni aytadi? Chunki Allohni inkor qilish uchun bu narsani aytadi. Ammo ichdan bir narsa bor-ku, aytib turibdi, "Men borman, nima deyapsan?" deydi-ku. Har kim o'ziga aytadi. Hech bir inson yo'q bo'lishni xohlamaydi. Aql, mantiq, vijdon bu narsa xohlamaydi. Ki har doim ichida "Men borman" deydi. "Men bor bo'lishim kerak" deydi. Alloh subhanahu va taolo ham aytadiki, "Sen bor bo'lasan" deydi. Bu hayot, bu o'lim, bu senga yo'q bo'lish emas deydi. Yangi hayot keladi deydi. Umid, inson, musulmonlik, islom qancha chiroyli bir narsa. Alloh subhanahu va taolo qanday chiroyli bayon qilgan buni. Yo'q bo'lishdan yomon narsa yo'q. Yo'q bo'lishdan. Biz mana bu vaqtinchalik yo'q bo'lishga qanaqa xafa bo'lamiz? Vaqtinchalik yo'q bo'lish. Ya'ni bu dunyo hayotidan ko'z yumib, narki dunyo hayotiga o'tamiz-ku, vaqtinchalik yo'q bo'lish. Bu hammani qo'rqitadi va yo xafa qiladi. Hech kim bu narsani xohlamaydi, vaqtinchalik yo'q bo'lish. Abadiy yo'q bo'lishni hech kim xohlamaydi. Har kim xohlaydiki, bo'lsin, hayot bo'lsin, men bor bo'lay. Ki Alloh subhanahu va taolo zotan shunday yaratgan. Ya'ni sen bor bo'lasan deb yaratgan. Ruhni shunday yaratgan. Yo'q bo'lish yo'q. Va Alloh subhanahu va taoloni bizlarga bergan ne'mati inson olarak. Inson olarak. Va laqad karramna bani Adam. Laqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alloh taolo shunaqa sharaf bergan. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Insonga Alloh taolo shuncha katta maqom bergan. Insonga aql bergan. Lekin inson nima qiladi? Inson nima qiladi? Men kimim savolini o'ziga so'ramaydi. So'ramagan uchun ko'p narsadan g'aflatda. O'zini tanimaydi. O'zini ruhini tanimaydi. O'zini jismini tanimaydi. O'zini tanimagan Rabbini albatta taniy olmaydi. Shuning uchun ulamolar nima deydi? Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. O'zini tanigan Rabbini taniydi. Alloh subhanahu va taolo yana bir oyat karimada aytadiki, sanurihim ayatina fil afaq va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz ularga oyatlarimizni, ya'ni ularni ichida oyatlarimizni ibrat olarak ko'rsatdik deydi Alloh subhanahu va taolo. Ularni o'z nafslarida ham ko'rsatamiz deydi. Ya'ni oyatlarimizni qandayki ufuqlarda, ofoqlarda ko'rsatgan bo'lsak, biz oyatlarimizni ularni o'z nafslarida ham ko'rsatamiz deydi. Qarang, bu oyat karimalar bizni jismimiz va ruhimizda, ya'ni bizni
o'zimizni tanishimiz keraklik bo'lganligini bu yerda bizlarga Alloh subhanahu va taolo ko'rsatadi. Ya'ni ko'z haqida alam naj'al lahu aynayn. Ularga biz ko'z bermadikmi deydi. Va lisanan va shafatayn. Ularga til va lablarni bermadikmi deydi. Bu oyatlar nima uchun bor? Inson o'zini tanisin deb bor. San bandam, san o'zingni tani. O'zingni tanisan, meni tanisan deydi Alloh subhanahu va taolo. Junayd Bag'dodiy rahmatullohi alayhdan bir nima bor. Aytadilarki, bir murid ustozidan so'rar ekan, Rabbimni qanday taniyman? Bir murid shayxidan so'raydi, Rabbimni qanday taniyman deydi. U kishi aytadiki, birinchidan o'zingni tanib ol. Sen ojiz bo'lganligingni o'zingni tanisang, keyin o'zingni ajziyatingni bilasan, ojiz bo'lganligingni bilasan. O'z ajziyatingni bilsang, keyin man ojizman, Alloh esa qodirdir. Ojizligingizni bildingiz, Allohning qodirligini bilasiz. Agar o'z ajziyatingizni bilmasangiz, Allohning qodirligini bila olmaysiz deb aytadilar. Keyin senda mavjud bo'lgan har bir kamchilik Alloh subhanahu va taoloda yo'qdir. Chunki Alloh subhanahu va taolo mukammal, hech kamchiligi yo'q. Yana bir mutasavvif o'z shogirdi bilan yo'lda ketayotgan vaqtida shogirdi yana so'raydi. Men qayerdan, Allohni qayerdan topaman deydi. Allohni. Unda shunday deb aytganda ustozi aytadiki, sen birinchidan o'zingni top. Sen birinchidan o'zingni top. Inson o'zini topmasdan, o'zini bilmasdan, o'zini tanimasdan Rabbini taniy olmaydi. Qanchalik o'zingizni tanisangiz, o'shanchalik Robbingizni taniysiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda aytadilarki, al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'dal maut. Aqlli inson u insoniki, o'zini tanisa va o'limdan keyingi hayot uchun amallar qilsa. Aqlli inson o'sha inson dedilar. Shuncha oyati karimalar, shuncha hadisi shariflar nima deb aytilyapti bu yerda? Shu mavzuda aytayaptiki, o'zingni tani. Nima kamchiliging bor? Isloh qil. Kamchiligingni ko'rmasang, inson doimo o'zini mukammal deb yursa, kamchiligini ko'rmaydi. Kamchiligini ko'rmasa, o'zini isloh qila olmaydi. O'zini to'g'rilay olmaydi. Shuning uchun doimo o'z kamchiligini va yo xatosini doimo ko'rib yurish kerak. Ha, mukammal yaratilishini ham ko'rish kerak. Hozir oz avval aytib o'tganimdek, qanday Alloh subhanahu va taolo qanday mukammal qilib yaratgan, o'zi ruhini nima bo'lganligini, jismini nima bo'lganligini yaxshi bilib olish kerak. Bu qayerga olib boradi? Alloh subhanahu va taoloni o'sha Alloh subhanahu va taoloni qudratini, sifatlarini o'rganishga olib boradi bu narsa. Shuning uchun hurmatli birodarlar, agar bugungacha biz o'zimizga shu savolni bermagan bo'lsak, bugundan boshlab o'zimizga shu savolni beraylik. Man kimman? O'z atrofimizda nafsimizning qaysi darajada bo'lganligini, qaysi maqomda bo'lganligini yaxshi bilib olishimiz kerak. Nafsning o'zini darajalari bor. Bilasizlar? Nafsi ammora, nafsi lavvama, nafsi mutmainna, rodiya, mardiya, nafsi mulhima, nafsi mutmainna, nafsi kamila. Bu nafsni darajalari. Inson shuni ham bilishi kerak. Men qaysi darajadaman? Qaysi saviyadaman? Gunoh qilib pushaymonlik bo'layotgan bo'lsa, nafsni belli bir darajasi,
Agar gunoh qilib pushaymon bo'lmayotgan bo'lsangiz, gunohga maylingiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, unda nafsni eng pastki darajasida bo'lyapsiz. Unda buni isloh qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Keyin nafsni tarbiyalab shunaqa darajaga olib kelasiz, nafsingiz mutmain bo'ladi, mutmainna. Mutmainna nafs nima? Alloh subhanahu va taolo nima narsa bersa o'shanga rozi bo'ladi. G'ayriga qaramaydi. Hamma narsadan tatmin, mutmain. Xotirjam. Nima kelsa Alloh subhanahu va taolodan keladi. Yaxshi kelsa ham, yomon kelsa ham hammasiga alhamdulillah deydi. Bu nafsi mutmainna. Mana shunday qilib o'z nafsimizni ham o'lchab ko'rishimiz kerak. Qalbimiz qayerda? Dunyo bizni qalbimizga qanchalik kirgan? Oxirat bizni qalbimizda qanchalik bor? Bu narsalarga yaxshi tafakkur qilishimiz kerak, hurmatli birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tavfiq bersin, hidoyat qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'qiganimizga, eshitganimizga amal qilishlikni nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo jamoatimizni, jamiyatimizni sonini ko'paytirsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini bilib, o'zini tanib yashaydigan insonlardan qilsin. Assalomu alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin. Savollar bo'lsa, bismillah. Barakallohu fikum.